Assalomu alaykum aziz Muzaffar kanali muxlislari. Mana navbatdagi darvozamiz Rishton tumani yana Bo'ston qishlog'i. O'tgan safar qurganimiz qo'shnisiga. Biz qurildi Dubay pasandagi darvozamiz. Listlari 1.8lik. Yon nimalari ramalari 6.4. Yoni 8 ga 12, 2,5 stinka. Bular 1,5 stinka. Zamoqlar. Nimalar ko'ryapsizlar, chiroyli joyiga yaxshi tushdi. Xudoga shukr. Bir zamoqlar. Orqalari tekis. Odatdagi o'sha buni ham orqasi tekis chiqar ekan, yaxshi bo'lar ekan. Orqalari tekis, sharagovoy oshmoshlar. Hammasi. Sharagovoy oshmoshlar. Ochimliklar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Mana Muhiddinning uyiga qurildi. Muhiddin ma'qulmi? Yaxshi, zo'r. Rahmat. Bu dedalarni o'zi gaplashgandim. Dedalar Rossiyaga ishlagan ketib qolishdi Hoji aka. Oshlashardi bu kishi bilan, u ketib qolibdi. O'sha yerdan turib ham live bosib ko'rasiz Hoji aka.